Ertaga hozir yuzimni uxodiga olgan narsalarimni ham aytib o'tib ketaman. Nimalardan foydalanishimni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Tayyormisizlar? Mana bunaqa umidvorga ishlataman. Yuzimga ko'pirtirib yurgani. Chunki eskisida ozgina qoldi. Yangisini olib qo'ya qoldim. Buni ichidagi anaqasi shunaqa yuzinglarni mayin, yumshoq qiladi. Keyin kakam skrabga ham o'xshab ketadi. Hidi ham zo'r. Xo'p, keyingisi namlantiruvchi krem bo'lishi kerak bu. Xo'p, o'zining tayoqchasi. Hop, qishloqlar. Mana o'sha krem. Yaxshi, hidi zo'r mana. Hidi zo'r. Aytgancha, maskada hid qanaqa bilasiz? Voy, maskada terlab ketmaysizmi? Voy, maskada dimlanib ketmaysizmi? Deganlarni diqqatiga. Bu maskadan ham sessa bo'ladi, nafas ham olsa bo'ladi bemalol. Uni problema joyi yo'q. Hech qanaqasiga terlab dimlab ketmayman, chunki men o'rganib ketganman. Xo'p, bunisi nima bo'ldi hozir? Mana uni ishlatgandan keyin, buni yuvgandan keyin buni yuzni artib, keyin mana ulgur namlantiruvchini surkamiz. Shularni hammasini ishlatib, oxirida monovni surkab uxlashga yotasiz. Yuzingiz mazza qilib o'zingizga rahmatlar aytib boradi. Hech qanaqasiga chorniy tochkalar, ochiq po'ralar, qurishlar, qanaqadir g'alati bo'lib toshmalar toshib ketishlar bo'lmaydi. Shunaqa. Shuning bilan bizning raspakovkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Azizlar, mana go'zal opa-singillarim, kommentariyada yozib qoldiringlar. Yuzingizni nima ishlatasizlar? Qaysi brendnikini olasizlar? Iloji boricha kommentariyada aytib ketinglar. Keyingi videolarda va yangi premyeralarda sizlar bilan ko'rishguncha deb qolamiz.